Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek bu palov milliy taomimiz. Palov biz uchun faqat osh emas, u do'stlik va birlik ramzi. Bugun Shimkent palov festivalida xalqlar birlashib, bu birdamlikni nishonlayapti. Qani keling, bu mazmunli va mazali tadbirga birgalikda shohid bo'laylik. Dunyoda shunday taomlar borki, uning mazasi nafaqat tilingizni, balki qalbingizni ham rom etadi. Palov ana shunday muqaddas taomlardan biri. U faqat ovqat emas, u madaniyat, urf-odat va milliy qadriyatdir. Qaysi millat, qaysi yurtda tayyorlanmasin, palov dasturxonga birlik, muhabbat va baraka olib kiradi. Shuning uchun ham u xalqaro do'stlik timsoliga aylangan. Shimkent shahrining o'ziga xos madaniy ramzlaridan biriga aylangan palov festivali turli millat va xalqlar farzandlarining do'stlik, hamjihatlik, shodlik va baraka dasturxonining muqaddas ramzi sifatida keng yoyilgan. Bu festival nafaqat milliy taomlarning shirin mazasini taqdim etib, balki xalqlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda ham muhim o'rin tutadi. Joriy yilda Qozog'iston Xalqi Assambleyasining 30 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan Do'stlik dasturxoni Shimkent palovi nomli festival Shimkent shahrining Sayram mavzesidagi Navro'z istirohat bog'ida o'tkazildi. Ushbu tadbirga shahar hokimligi, Qozog'iston Xalqi Assambleyasi a'zolari, vatandoshlar jamoat fondi, tuman o'zbek etno-madaniyat birlashmalari vakillari hamda keng jamoatchilik qatnashdi. Tadbirning muhim mehmonlari qatorida Qozog'iston Xalqi Assambleyasi raisining o'rinbosari Marat Azilxanov, Qozog'iston Respublikasi parlamenti senatorlari Alisher Sotiboldiyev va G'aliasqar Saribayev, shuningdek shahar hokimining birinchi o'rinbosari Sarsen Abayog'li ishtirok etdilar. Ular ushbu bayramning millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilishini alohida ta'kidlashdi. Bugungi bizning o'tkazib жатқан ish-sharamız bu jay gana ashib аяқ bosatuv emas, bu birlikning bastamasi, intimoqning bastamasi, ырыстың bastamasi sekildi bir simvolikalik мәнге ekenligini aytqimiz keladi. Memleket başçısı Qasım-Жомарт Кемелұлы ұлы істер шағын әрекеттерден басталады дейді. Яғни біздің мынау биыл 30 жылдық мерейтойын атап өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірлігі де, ынтымақтастығы да, жалпы еліміздің тұтастығы да, тәуелсіздігіміздің тұғырлы болып келе жатқандығы да осындай шағын әрекеттерден құралғандығын, осының арқасында еліміздің іші даудан, сырты жаудан аман тұрғандығын айтуымыз керек. Сондықтан бірлігіміз нығая берсін, ынтымағымыз жараса берсін. Бүгінгі фестиваль құт болып, баршаңыздің отбасыларыңызда жақсылық, бастарыңызға амандық, дендеріңізде саулық болсын. Shimkent shahar O'zbek etno-madaniyat birlashmasi raisi Tohirbek Nishonboyev tashabbusi va yetakchiligida tashkil etilgan ushbu festival milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, madaniy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Uning atrofiga jipslashgan fidoi yurtdoshlarimiz Orifjon Xolnazarov, Karima Qo'shmuratova, Abbos Shomirzayev, Shokir Umarov, Shuhrat Ro'zmetov, shuningdek turli tumanlardan tashrif buyurgan O'zbek etno-madaniyat birlashmalari rahbarlari va faollari ushbu sa'y-harakatning bosh qahramonlaridir. Ular o'z fidokorona mehnati, tashabbuskorligi, mehr bilan do'stlikni mustahkamlash, millatlararo hamjihatlik va madaniy hamkorlikni rivojlantirish yo'lida bag'rikenglik namunasini ko'rsatishmoqda. Bizning maqsadimiz bir dasturxonda barcha millat vakillarini to'plashtirib, shu yerda o'zimizning dasturlarimizni ko'rsatish va yana bu osh bizning o'zbek millatimizning brendi ekanini yoshlarga
va boshqa millatlarga ko'rsatish. Bugungi kunda bizning osh festivalimizga Qozog'iston Xalq Assambleyasi To'rg'asining o'rinbosari Azilxanov Marat Almasovich, bizning senatorimiz Satvoldiyev Alisher tashrif buyurgan va Chimkent shahrimizdagi deputatlar, qo'g'amdagi kengash mushirlari va barcha chimkentliklar va Chimkentga kelgan mehmonlar qatnashmoqchi. Bugun oshni bu yerda Bakudan kelgan, O'shdan kelgan, O'zbekistondan kelgan oshpazlar o'zlarining mahoratlarini ko'rsatyapti. Oshlarga nominatsiya berilgan, oshlarga nomlar qo'yilgan. Bu yerda parlament oshi, assambleya oshi, 30 yillik oshi hamda bizning Toshkent oshimiz, choyxona oshlarimiz, to'y oshlarimizni bugun shu yerga kelgan mehmonlar dam tortyapti. Maqsadimiz bir oshning dasturxoni ustida barcha millat vakillarini to'plantirish. Prezidentimizning dono siyosati orqali bugungi kunda 130 dan ko'p millatlarimiz tinch, totuv hayot kechirmoqda. Bugungi kun mana shuni yorqin taassurotini ko'rsangizlar bo'ladi. Elimiz tinch, osmonimiz ochiq bo'lsin. Mamlakat boshchimiz, prezidentimiz omon bo'lsin va bugungi kunni tadbirni uyushtirishga yordam bergan Chimkent shahar hokimi G'abit Sidiqbekovga barcha millatimiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Festivalda 30 ta qozonda palov damlandi. Xonko'prik tamaddixonasi oshpozlari Hasan va Husan Shomurotovlar rahbarligidagi jamoa 100 kilogramm palov tayyorladi. Bu nafaqat katta miqdor, balki mehr va hunarmandchilik ramzi edi. Festivalda eng yosh ishtirokchi 16 yoshli Azizbek Saidahmetov, eng ulug'i esa 75 yoshli Yunusmat Begmullayevlar bo'lib, bu tadbirning har bir avlod vakillari tomonidan qadrlanishini ko'rsatadi. Bu oshimizni ehson sifatida ko'pchilik joy berilgan joylarimiz bor, sizlarga taratib beramiz, xudo xolasa. Boshqa oshlarga qaraganda bu ichida 5 xil moydan tayyorlangan oshimiz. Zig'ir moyi, elik moyi, ot moyidan qaraversa, o'zimizning paxta moyidan tayyorlangan oshimiz 5 xil. O'zgachasi shundan. Shu yerdagi do'stlarimizga, shu yerdagi ustozlarimizga omad tilaymiz. Inshaalloh birgalikda yutuqqa erishamiz inshaalloh. Biz Toshkentdan mehmon bo'lib keldik. Bu yerda festivalda qatnashamiz. Juda ham ajoyib. Shunaqa adrenalingga mazza qilyapmiz. Shu adrenalin bilan oshimizni Qozog'iston deb nomladik. Bu oshning erkchiligi bu yerdagi adrenalin bilan tayyorlangan osh. Bu kabi festivallar xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik, hamjihatlik va birdamlikni yanada mustahkamlashda alohida o'rin tutadi. Turli millat va elat vakillarining bir maqsad yo'lida ham fikr va ham nafas bo'lib qatnashishi, bir dasturxon atrofida jam bo'lishi, bu milliy birlik va fuqarolik totuvligining eng yorqin namunasidir. Shu nuqtai nazardan senator Alisher G'ofurjon o'g'li ta'kidlashicha, palov bu faqat taom emas, u yurt tinchligi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik ramzidir. Bugun bu yerda guvoh bo'lganimizdek, turli millat vakillari bitta dasturxon atrofida jamlanib, o'zaro hurmat, muhabbat va qadrlash ruhida birlashgan. Bu esa yurtimizdagi barqarorlik va millatlar aro totuvlikni mustahkamlashda beqiyos ahamiyatga ega, dedi u. Biz hammamiz jam bo'lganimiz bu dasturga aylangan do'stlik dasturxoni palov festivaliga yig'ilib turibmiz. Bu yerda endi sayram dahasida o'tgani bilan bugungi kunda bizlarning respublikamiz bo'yicha mehmonlarning yig'ilib turganini ko'rib turibmiz. Qozog'iston Xalq Assambleyasining 30 yillik yubileyiga bag'ishlab 30 qozon qo'yilib, 30 turlik 30 oshpazimiz o'zini osh mahsulotlarini sunyapti. Bu yerda nafaqat mehmonlarga tortilib, bundan kim yuqori ball oladi, shu g'oliblarni aniqlash. Shu bilan bir qatorda xalqqa g'amxo'rlik, oz qamtilgan, ta'minlangan oilalarga yetkazib berish, bolalar uyiga yetkazib berish, mana shunday ishlar, tadbirlar o'tkazilyapti. Avvalambor bunga yo'l ochib bergan hamma kerak
narsalarni shay qilib bergan shahar hokimiyatiga rahmatimizni aytishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda Tohirjon Nishonboyev boshchiligidagi O'zbek etnomadaniyat birlashmasi yigitlariga, komandasiga minnatdorchilik bildiraman, chunki tadbir yuqori darajada tashkillashtirilgan, estetik tomonidan ko'rsakda, boshqa tomonlardan ko'rsakda shunday bir hamjihatlik bilan o'tayotganidan minnatdorman. Oshpazlar o'z mahoratini namoyon etishda faqat taom sifatiga emas, balki palov tayyorlash san'atini jonli namoyish etishga ham alohida e'tibor qaratdilar. Ular har bir harakati, mahsulot tanlashi, osh damlash jarayonidagi tinimsiz diqqat bilan o'z hunarlarini tomoshabinlarga his qildirishga muvaffaq bo'lishdi. Tayyorlangan har bir palovda mahalliy an'analar, tarixiy usullar va oshpazlik sirlari mujassam edi. Bu nafaqat taom, balki xalqning madaniyati, turmush tarzi va qadriyatlarining yorqin ifodasi bo'ldi. Hakamlar hay'ati esa har bir oshpazning mehnatini munosib baholab, ularni mohir oshpaz, ijodkor oshpaz va omma olqishiga sazovor oshpaz nominatsiyalari bilan taqdirladi. Barcha ishtirokchilar o'z kasbining haqiqiy ustalari ekanini isbotlashdi va faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Festival doirasida san'atkorlar tomonidan kuy-qo'shiqlar yangradi, milliy raqslar namoyon qilindi. Sahna ijrolari orqali bayram kayfiyati yanada oshdi. Ta'rifga sazovor tomoshalar va madaniy chiqishlar mehmonlarning ko'nglida joy oldi. Yor yuragi yana tez-tez urib, yuraveradi yana hayot surib. Yor yuragi yana tez-tez urib, yuraveradi yana hayot surib. Goh-gohida yolg'onni urib, aldab qo'yadi, qoladi surib. Goh-gohida yolg'onni urib, aldab qo'yadi, qoladi surib. Aylonayin, aylonayin, yor yana ketsa nima qilayin? Aylonayin, aylonayin, yor yana ketsa nima qilayin? Bu qiz balo bo'ldi boshima, so'zlari ham tegdi jonima. Bu qiz balo bo'ldi boshima, so'zlari ham tegdi jonima. Goh kulib, goh yondirib, qoldi yana ko'z yoshima. Goh kulib, goh yondirib, qoldi yana ko'z yoshima. Aylonayin, aylonayin, yor yana ketsa nima qilayin? Aylonayin, aylonayin, yor yana ketsa nima qilayin? Ketsa ketsin qilay, ko'nmayin qayga boray. Ketsa ketsin qilay, ko'nmayin qayga boray. Har kuni bir xil gap, sevmayin daman o'lay. Har kuni bir xil gap, sevmayin daman o'lay. Aylonayin, aylonayin, yor yana ketsa nima qilayin? 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 Shu bilan birga turli sohalarda faoliyat olib borayotgan bir qancha yurtdoshlarimiz, madaniyat fidoyilari, jamoat faollari va tadbir tashkilotchilari mehnatlari uchun faxriy yorliqlar hamda sovg'alar bilan
taqdirlandilar. Umuman olganda, Do'stlik dasturxoni Shimkent palovi festivali haqiqiy xalq bayrami sifatida o'tdi. U turli millat vakillarini jipslashtirdi. Yurtimizdagi tinchlik, totuvlik va hamjihatlik muhitini yana bir bor namoyon etdi. Bu kabi tadbirlar milliy merosimizni asrash, qadriyatlarimizni kelajak avlodga yetkazish hamda jamiyatda fuqarolik birdamligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. indamacım, indamacım, sevemem deb aytsam indamacım, ha indamacım, indamacım, mendek seva olmaz seni hiç kim. Soching qaro, ko'zing qaro, qora qoshing qilar ado. Soching qaro, ko'zing qaro, qora qoshing qilar ado. Har boqqanda yondiradi qosh ostida bu ne balo. Har boqqanda yondiradi qosh ostida bu ne balo. Indamacım, oh indamacım, sevemem deb aytsam indamacım, oh indamacım, indamacım, mendek seva olmaz seni hiç kim. Labing gilas, soching uzun, qaddingga mos. Tishlaring dur, labing gilas, soching uzun, qaddingga mos. Sen oy bo'lsang, osmon bo'lay, nozlaringni qo'ygin biroz. Sen oy bo'lsang, osmon bo'lay, nozlaringni qo'ygin biroz. Indamacım, oh indamacım, sevemem deb aytsam indamacım, oh indamacım, indamacım, mendek seva olmaz seni hiç kim.
erkalasam yorim bo'lsang endi qani bag'rim ochib erkalasam yorim bo'lsang endi qani indamajim indamajim sevaman deb aytsam indamajim indamajim mendek seva olmas seni hech kim mendek seva olmas seni hech kim mendek seva olmas indamajim Yodingdamu gul sayli edi ko'ngil sayli dil sayli edi Yodingdamu gul sayli edi ko'ngil sayli dil sayli edi bahor ham biz tufayli edi men sen uchun sen men uchun bahor ham biz tufayli edi men sen uchun sen men uchun lolalardek qizargan yuzing xushbo'y edi nafasing so'zing lolalardek qizargan yuzing xushbo'y edi nafasing so'zing ko'zim tushsa qochardi ko'zing men sen uchun sen men uchun ko'zim tushsa qochardi ko'zing men sen uchun sen men uchun yodingdami gul sayli edi ko'ngil sayli dil sayli edi bahor ham biz tufayli edi men sen uchun sen men uchun tabiatning bormidi qasdi xazon bo'ldi qizg'aldoq fasli tabiatning bormidi qasdi xazon bo'ldi qizg'aldoq fasli bu dunyoga kelgandi asli men sen uchun sen men uchun bu dunyoga kelgandi asli men sen uchun sen men uchun yodingdami gul sayli edi ko'ngil sayli dil sayli edi yodingdami gul sayli edi ko'ngil sayli dil sayli edi bahor ham biz tufayli edi men sen uchun sen men uchun bahor ham biz tufayli edi men sen uchun sen men uchun men sen uchun sen men uchun men sen uchun sen men uchun